Assalamu aleyküm bütün qarindoshlarimiz. İstanbul'da Çerkav partilatqanlarning ichida Uyg'urlar bor degan xabarlar tarqadi. Lekin bu to'g'risida resmiy net xabar bo'lmaganligi uchun bugun bu to'g'risida so'z qilmayman. Inshaalloh bu to'g'risida haqiqiy xabarlarga erishgan vaqtida bu to'g'risida so'z qilamiz. Ammo lekin navachimda buning ichida haqiqatan Uyg'ur bor deyilsa, biz onu Uyg'ur deb qabul qilmaymiz. Chunki Uyg'ur millatining ichidan o kadar aqlsiz, o kadar cahil, o kadar nadan Türkiye'deki bütün Uyg'urlarning haqqi hurmatiga zarar bergidek cahil inson chiqmaydi qarindoshlar. Tajovuzchi Xitoylarningki Turkiyada nurg'un yerlari bor. Xitoyning nurg'un jas xoyillari bor. Ularning mo'yiq deganmay, ularningki qilin midillatanmay Çerkav'daki kişilerini öttegellik olsa Uygurlar kılınıgan en çoğu ziyankeşliktir. Türkiye kılınıgan en çoğu ziyankeşliktir. Şunun için qarindoshlar deydiğimiz birinci düşmenge birinci ulap karıştırışımız gerek. İkinci ulap deydiğin en mühim gipim qarindoshlar. Tacavuzçı komünist Xitoylar 2024 yılı bir kanun çıkardı. Kanunun dedi ki kim hatalık ötkesse yani atanımız Cumhuriyeti'nin kanunu halaplık iş kalsa halaplık kıvışının üzün cezalayımız oruq tuqqanını, dost biraderini ayrısını cezalamayımız deb kanun çıkar qarindoshlar. Lekin bu kanunu çıkargan bilen bunu urvay qilib atamdı. Çetelde qaraydigan bolsak, nurg'unlagan qarindoshlarımızın çetelge chiqqanligi, çetelge chiqib o'qiganligi yoki tijorat qilganligi yoki siyosat qilganligi tufayli ashuniga chetib turib, vatanimizda nurg'unlagan qarindoshlarni Xitoylar turmush surib etdi, jazolab etdi. Shuning uchun chet eldagi bütün Uyg'ur qarindoshlarimizningki, sizlarning sababinglardan vatanda qaysi tuqqaninglarni, oilanglarni Xitoy turmush surgan bo'lsa, buning qarshi guvohlik berishga chaqiriq qilaman qarindoshlar. Xitoyni xalqaro adomat qilaylik.